Hozir sizlar bilan Farg'onadagi eng zo'r, eng qimmat mehmonxonaga boramiz. Qori, xalqqa arzoni ham qiziq. Aka, xalqni o'zi aytadi, arzon sho'rva tatimas. Tatiydigani ham bor. Bo'laveradi. Uni ham, buni ham ko'ramiz. To'g'ri, bu mehmonxonaning tashqi ko'rinishi unaqa zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin undagi xona aniq Farg'onadagi eng zo'r xonalardan bittasi. Apartamentga kirishingizda baland hol, kino ko'rish uchun televizori kattasi, muzikani divanda eshitsangiz ham bo'lar ekan. Atelmas uchastkada yurgan deyman. Gastinoy xonada ham televizor va sanuzel bor ekan. Yotoqxona 2-qavatda. Bu yerda ham televizor, Wi-Fi, telefon, konditsioner bor ekan. Katta basseyn va zeleniy zona. Qaranglar, sanuzelda ham telefon bor. Narxiga kelsak, bir kishi uchun bir kechaga 1,5 million, 2 kishi uchun 2 million so'm ekan. Puliga arziydimi? Izohlarda qoldiring. Bu mehmonxona aeroportdan kelaverishda 9-avtobazani ro'parasida joylashgan. 4 kishilik xonalarimizda konditsioner, televizor, sanuzel joylashgan. Bu xonalarimizning narxi kishi boshiga 100 ming so'mdan. Ko'pchilik bo'lib kelsalaring 60 ming so'm qilib berishar ekan. Hashamatli bo'lmasa ham asosiysi ozoda, pokiza, hamyon.